Assalomu alaykum Lux TV muxlislari. Sizga gap yo'q, ko'rsatuvimizning bugungi soni o'zgacha bo'ladi. Ya'ni bugun ko'rsatuvimiz qahramonlari, Ya'ni ikkita. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqov hamda Vagif Zokirov. qani ketdik bo'lmasa. Assalomu alaykum. Kelinglar. Vagif. Salohlaringiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Yaxshimisizlar? Salohlaringiz yaxshimi? Kelinglar aka. Qani. Kelinglar, chiqinglar aka. Bizni qilmadimi? Yo, rahmat. Hammasi yaxshi. Charchamayapsizlar? Ijodlar bilan. Mana sekin anaqalarni konsert masalasi bo'yicha narx-navolarni boshqalarni gaplashib, kelishib shu Hech tinchmas ekansizlar. organizatorskiy ishlarini ham o'zimizni firmadan qilyapmiz, shuning uchun Mana ertalab soat 9 bo'ldi. Ular ishni o'zi boshlab yuborishdi. biz vaqtli turamiz o'zi. Ana, mushuk ham keldi yordam berishga. Tohir. Konsert haqida gapni boshlasak. Albatta. 20-fevral kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'lib o'tadigan Vagif Zokirov siz sevgan qo'shiqlar bastakori deb nomlangan katta konsert dasturida hamma teletomoshabinlarni kutib qolamiz. Albatta. Vagif Zokirovni bilmagan inson bo'lmasa kerak. Ularning qo'shuvlari bilan katta bo'lganmiz. Mana bizni yoshimizdagilar, mana qolaversa orqamizdagi o'sib kelayotgan yosh avlodimiz albatta Vagifjonning qo'shuvlari bilan, musiqalari bilan katta bo'lishyapti. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz Ajoyib ijodkorlar haqida bo'ladi. ijodkorlar. Shuning uchun ekrandan uzoqlashmang, zerikib qolmaysiz. Vagif. Kamtorona bitta savol. Yoshlik davrimiz qaysi mahallada o'tgan? Eski Shahar mahalla yo'q, Eski shahar degan Toshkentning eski shahari bor. Bu yerda rayon endi oldin Oktyabrskiy rayon bo'ladi, hozir Shayxonto'g'ri deyiladi. Ulug' san'atkorimiz, ustoz san'atkorimiz mana shu Botir Zokirov, Faruq Zokirov tug'ilgan mahallada bu ham o'sha yerda katta bo'lgan, o'sha hovlida. Karim Zokirov hovlisida katta bo'lgan bola bu ham. Keyin u yoqlar buzilib, domla tushib boshqa bo'lgandir. U yoni unisini bilmayman-u. Lekin Vagif bilan men Qorasuv mahallasida tanishganman, Qorasuvda. Nechinchi yil edi? Bu 93-yil. Ro'shan Zokirov Golos Aziyaga borib ishtirok etganlarida ular qanaqadir chiroyli bir o'rinni olganlar va ularga o'sha paytda eng современный klavishini Roll Korg WD degan klavish podarka qilishgan, qanaqadir boshqa sponsorlar o'sha yerdagi. Shunda Ruslan akam aytganki, juda ham chiroyli klavish yutib kelibdilar o'shan akam. Vagif aranjirovka qilyapti, programmirование qilyapti kompyuterda dedi. Shu yoqqa boramiz, shu ashulalarni o'sha yerda yozamiz dedi. Omalika degan ashulamizni yozishga Vagiflarning uyiga borganmiz. O'shanda Vagif bilan tanishganman. Shunda bu 8-sinfda o'qirmidi, bilmadim. Sochlari uzun bir o'ris sifat bola edi. Ya keyin birgalashib ancha qo'shiqlarni birga qilganimizdan keyin guruhimizga kirgan va o'zi telefon qilib, "Men dirijor Xaravikman. Qo'shiqlarni chiroyli bo'lishida, bu podpevkalarda, boshqalarda yordam bera olayman, xohlasang agar" deb aytgan. Shunda biz bir-birimizga to'g'ri keldimi, boshqa qildimi, shu paytda guruhga kirib Ruslan har doim bora olmasdi-da biz bilan anaqada. Vagif bilan birgalik hamkorlikka o'sha 93-94-yillari boshlagan. Shunda 15-16 yosh bo'lganmisizlar?
Ben 18 bo'lsam, bu 16 mi, 15 bo'lgansan shekilli. 15 yilingsan. Bu 15 yosh bo'lsa, ben 17 yosh bo'lganman. Yo'q, 93 ben 20 yosh bo'lganman, bu 18 yosh bo'lgan. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketishim kerak, Dilshod. Bizani gap yo'q ko'rsatuvimiz birinchi yoshlar oqshomi deb nomlangan edi. O'sha yoshlar oqshomiga Vagifi bir ajoyib qo'shig'i bor edi. Gap bo'lishi mumkin emas. O'sha paytda endi hozirgi til bilan aytganda trendga chiqqan yoshlarning zo'r qo'shig'i edi. O'sha qo'shiqni o'sha ko'rsatuvga olib chiqqanmiz. Vagif o'shanda so'zlarini gapingizni bo'ldim, so'zlarini rahmatli Muhammad Yusuf yozgan. Ana. Juda ham professional yondashilgan, shuning uchun shunaqa chiroyli qo'shiq chiqqan. Hozirgacha ham eshitsangiz bir maza qilasizda. O'zi o'zbegimni har bir insoniga gap bo'lishi mumkin emas, ayniqsa Vagifga. Hozir Vagif shu paytgacha ham ijodingizda bir 100 ga yaqin yoki 100 dan ortdimi ijodingizni qo'shiqlar? 100 dan ortdi bo'lsa kerak. 100 dan oshdi. Bu bolalar gruppasini o'ziga bir 200 dan ortiq qo'shiqqa bastalagan. Bo'ldi. Oshchi gap so'z. Qolgan artistlarni, qolgan yosh san'atkorlarni sanab sanog'iga ham yetib bo'lmaydi. Chunki Vagif yoniga juda ham har xil joylardan, Qozog'istondan, boshqa yerlardan kelib qo'shiqlar yozdirib ketishadi. Biz bu respublikada bu ashulalarni даже eshitmaganmiz. Bu chet elliklarga ham qiladi. Shuning uchun Mashina kurdo ekanman. Xo'sh, konsertga tayyorgarlik. Tayyorgarlik. Eng avjiga chiqqan pallada hozir kirib keldik. 20-ga ham ozgina vaqt qoldi. Mana o'rinlar ham qolmabdi. yo'q, o'rinlar hali bor. Bu narxlarni, narx-navoni juda ham qimmat qilib olmaslik uchun maslahat qilib o'tirgan edik hozir. Shuning uchun mana 150 ming so'mdan, 70 ming so'mdan ham bor, 100 ming so'mdan ham bor. Shu o'rinda aytib qo'yishimiz kerak, tomoshabinlar, konsert faqat bir kun. Bir kun. 20-fevral kuni bo'lib o'tadi. Shuning uchun shoshilib qolinglar. Bu yoqda pul ishlashmas maqsad. Maqsad shu Vagifni qilgan mehnatini do'st sifatida, boshqa sifatida itogini, shu narsalarni bir xalqqa ko'rsatib, bu qo'shiqlarni orqasida kim o'tiribdi, kim mehnat qilgan, shu narsani bildirish uchun Vagifni 50 yoshi bilan tabriklash uchun qilinayotgan konsert. Yubiley. Xonimlar, janoblar, Vagif Zokirov. Ishonolmayman baxtimga bugun, uyg'onmayman tush bo'lishi mumkin. Nahotki nahot go'zal farishta meniki bo'lsa, yonimda qolsa. Ishonolmayman baxtimga bugun, uyg'onmayman tush bo'lishi mumkin. Nahotki nahot go'zal farishta meniki bo'lsa. Hamma narsa borib pulga taqalmaydi. Ko'plar bunda gaplashsan shu kassa boshqa, mana hozir mana Tohirjonning gaplarini eshitib, yana bir bor hayotimizda insoniylik birinchi o'rinda turganiga yana bir marta Albatta shu narsasiz bo'lmaydi hayotda. Chunki bu do'stlik, birga ishlash, bu narsa bir-birini odamni tushunish. Kompozitor bilan ijodkor o'rtasida juda ham kam masofa bo'lish kerak. Uni bir-birini tushunish uchun men mana bunaqa qilmoqchiman, rock stilida desam, bu o'zi biladi men nima demoqchiligimni. Shu gitarada chalib bersam, o'zi biladi nima xohlayotganimni. Shuning uchun qo'shiqlar shunaqa mazmunli, yaxshi chiqishida bu bir-birimizga bo'lgan munosabat, do'stligimiz, ancha yildan beri birga ishlashimiz bizga yordam beradi. demak, birlari yuragu, birlari miya. Yurak nimani his qilsa, aql bilan o'sha ishga yondashib. Bu ham kamdan kam uchraydigan do'stlik. Miyani hech qachon bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Ana yana bir isboti. Mehmonlarimiz haqida gapiramiz. Xo'sh. Konsertga mehmonlarimiz taklif qilingan. Chunki Lux TVda bir necha kunlardan beri reklama berilyapti. Tomoshabinlarimiz, ko'rmagan tomoshabinlarimizga bir kichkinagina informatsiya.
kimlar ishtirok etadi mehmonlarimizda? Kutilayotgan mehmonlar. Hech kim ish chiqib qolmasa, shu reklamada bo'lgan hamma san'atkorlar kelishi kutilmoqda. Men ham bitta kontrolni qilib, hammasiga qo'ng'iroq ham qilib qo'ydim. Xudo xohlasa hammasi kelaman dedi. Sen ham gapirgin endi, o'rischa bo'lsa ham gapir. Все, кто уважает и кто помнит, все будут. Кто нет, тот нет. Ijodni yoshlikda birinchi bir bastalagan musiqangizmi esingizda bormi? Meni esimda bor. Chehralar degan shularni aytgan. Yoshligida, Kichkinaligida, shu 7 yoshmi, 8 yoshligida. yoshligida aytganman. Yo, endi mayli, konsertda qizuv aranjirovka, yangi aranjirovkada живое исполнениеda eski ashulalar boshqatdan qilingan, hech kim eshitmagan qilib shu qizuv bo'ladi. Именно концерт. Все песни в новых аранжировках, старые хитовые песни, уже состоявшиеся, будут исполняться впервые. Temi же артистами, которые исполняли их раньше. Bir yoshlikni eslaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, 20-fevral kuni albatta hamma yoshlikka, ya'ni retroga qaytarganmiz. Xo'p, Tohirjon, mana hozir boya aytib o'tdingiz, Malika qo'shig'ini o'shandan boshlab bu yog'iga birga ijod qilib kelasizmi? Albatta, chunki birinchi marta shu ko'rganimda, shu Ruslan akamga ham daji Ruslan aka mamnaq qilaylik, Ruslan Sharipovning shogirdi bo'ladi. Ruslan aka mamnaq qilaylik deb va to'g'ri yaxshi maslahatlarni ham bergan Ruslanga. Bitta unutganim yo'q, ashulamizda o'sha major minori bor fada. Shu narsani major minorini o'ylab topgan bu. Biz uchalamiz shunda ijod qilganmiz. Ruslan Sharipov, Vagi Zokirov, Tohir Sodiqov. Men gitarada aytib berganman, Vagi o'sha minorini topib bergan. Men endi nima demoqchiman? Ko'p joylarda mana shu qo'shiqlarni bir izyuminkasi bo'ladi-yu, shunaqa joylarini topadi u. Qayerdan o'ylab topadi, men o'zim ham bilmayman. Lekin har doim в точку. Yablочка tushadi, ha. Bu chunki bu yoshligidan Stevie Wonderni yaxshi ko'rib eshitgan, butun dunyo estradasini yaxshi biladi. Eng yaxshi ko'rgani, men bilishimcha, agar adashmasam, Stevie Wonder bo'lsa kerak. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ha, chunki u odam ham shu ovozlarini shu anaqalarga ko'p ovozlarga razlajit qiladi-da, chiroyli chiqadi. Tersa, kvarta, kvinta hamma anaqalarini, bu garmonichskilarini hammasini biladi. Qizuv narsani qiladi. Biz shunda kerak emas shahlo ko'zlaringni ham Do'ron akam bilan o'tganda ikkalamiz borganmizda, eshitganmiz, qo'shiqni eshitganmiz edi. Уже почти tayyor ashula edi, lekin boshini, boshqalarini hammasini o'ylab topib, tez olib borib Do'ron akam ruxsat berganlar shu ashulani aytishga. Birgalikda keyin aranjirovkasini chiroyli qilib qilgan va shu narsa uchun taronani yilning eng yaxshi qo'shig'i nominatsiyasini yutib chiqqan. Ha, o'sha nagradani keyin Do'ronikiga padar qilgan. Bu mehnatlarni orqasida mana shu 95-yildan 90-yildan buyog'iga bo'lgan boya aytib o'tganlaridek izumika Hamma qo'shiqlarni va Zokirov bilan qilganmiz. Men o'zi ikkita aranjirovщик bilan ishlaganman, Ruslan Sharipov va Bagib Zokirov. Bevosita Ruslan Sharipovga to'xtayapmiz. Ruslan akani qaysi jihatlari hozir sizda? Uni mendan so'rash kerak. Bu Ruslanni endi Ruslan akamdek muzikant hali tug'ilmadi, men bilmadim unaqa muzikant. Slishkim shu muzikani ichidagi odam edi. Любой dvorovый ashulamni olib kelsam, xohlagan stilda 3 ta 4 ta variant qilib aranjirovka qilib qo'yadi. Juda ham zehni o'tkir, shlager nimaligini tushunadigan va shu bilardi nima modniy bo'lishini. Hitmaker shu. Agar Ruslan Sharipov, xudo ko'rsatmasin, agar bizning hayotimizda boshqada bo'lmaganda, mana shu O'zbekistonimizda unaqa shlagerlar bo'lmasdi. Unaqa gruppalar ham bo'lmasdi. Bolalar ham bo'lmasdi, Shahzoda ham bo'lmasdi, Xo'ja ham bo'lmasdi. Endi balkim bo'lardi, no unaqa ashulada ham, boshqacha yo'nalishlarda bo'lardi. Sitora undan keyingi chiqqan yana har xil gruppalarni aytsak, ular вообще bo'lmasdi. Ruslan akam agar bo'lmaganda. Tohirning bir intervyusida men juda zo'r gapni eshitdim. Men bo'lar bo'lmasga ijod qilmayman. Men kamida 10 yil shlager bo'lib turadigan qo'shiqqa qo'l uraman
Bo'lmasam bir kunda o'tib ketadigan qo'shiqlar nimaga kerak? Bu yoqda mani yana anaqam bor. Nima deydi? Unda senzor deydimi? Senzuraga qaraydigan mana vagif bor. Tohir unaqa bu yaxshi emas bu. Senga to'g'ri kelmaydi deb turadi. Ha, bu juda ham dishoviy, juda ham mamnaqa qo'shiq mavqei baland emas deb turadigan odamlar bor. Bu bor, Bahodir Po'latov bor, og'aynim shu har doim aytib turadi bu ashularni. Mamnaqa ekan, bunaqa ekan deb. Lekin vagif ham bir xillarida adashadi. Hammamiz insonmiz, adashamiz. Kel yashaylik biz birga degan ashularni shuni yozamiz desam, qo'ysangchi, bo'lmagan gap bu qanaqa ashular deb aytgan edi. Ana qarang, shuni chiqardik. Xalq ichida juda ham yaxshi anaqaga sazovor bo'ldi. Olqishlarga. Shuning uchun nima deydi? Biza endi yozsak уже 36 yil bo'lyapti bizning gruppasiga. Shuning uchun yaxshiroq ashula yozishga harakat qilamiz. Bizning haqqimiz yo'q, yomon ashula yozib, xalqqa berib bir kunda esidan chiqarib yuboradigan unaqa bizani anaqaga to'g'ri kelmaydi hayotimizga. Shu o'rinda hozir vagif o'ziga savol bermoqchi edim. Hozir sun'iy intellekt degan yaxshi yomon taraflari bor. Sun'iy intellektni vagif o'zi sun'iy intellektga qanaqa qaraydi? Я на него как на игрушку смотрю, которую может любой ребенок воспользоваться и сделать какую-то песню. Ну, это не будет творческая какая-то задумка, это будет какой-то взят шаблон с какой-то песни, сделанный под какую-то песню. Поэтому, я думаю, РТН это будет больше цениться живое исполнение с живым исполнителем. Juda to'g'ri gapiryapsiz, chunki har bir sun'iy yaratilgan yoki o'sha ximiyaviy yo'l bilan, misol uchun oddiy endi tegib ketmasin ba'zi anaqalarga akvarom oladigan bo'lsak, akvarom o'rniga plastik rom chiqdi, plastik rom o'rniga yana bir bola rom chiqdi, boshqa qildi, lekin chetda o'zimizda ham oldingi o'sha yog'och bilan, qo'l bilan ishlangan o'sha mahsulotlarga, boshqaga inson qo'li bilan yaratilgan ijodga baribir ham yetmas ekanda. Bu aytayotgan sun'iy intellekt bilan komandani berdingiz, programmalashtirdingiz, komandani bosdingiz, bo'ldi. Buni umri qisqa. Har holda hozir Tohir aytganlaridek vagifa bitta gapi bor. Oldin deydi, muzikani muzikantlar yozardi. Hozir kompyuter yozyapti deydi. Shuning uchun balkim qo'shiqlarda o'sha mehri yo'q, o'sha odamzodni mehri yo'q, o'sha yerga qo'yilgan mehnati yo'qligi yaqqol sal bo'lsa ham bilinib qoladi deydi. Lekin bu sun'iy intellekt ham kerakli narsa bir boshqa narsalarda ishlatilsa. Mana bir to'g'ri yo'lda foydalanilsa, balkim shu uylarni chizishda, remont qilishda, boshqada balkim yaxshi anaqa kelib qolar. Mana siz hozir aytdingiz, akvaromlari boshqa, mana akvaromlarni ham men zavodida bo'lganman, kompyuterlarda chizib, qilib hammasini robot qilsa borku, odam unaqa qila olmaydi baribir. Shunaqangi to'chnis bilan keladi. Shunda olib kelib qo'yganingizda o'zingiz hayratda qolasiz, millimetrgacha to'g'ri chiqib boshqa qiladi. Shuning uchun kompyuterda ham kerakli taraflari juda ham ko'p deb o'ylayman. Sun'iy intellekt shu narsaga savol bersangiz, shu narsani tezroq o'ylab chiqib boshqa qiladi. Shu narsasi menimcha yutuq. Lekin qo'shiqchilik san'atida bu narsa menimcha qatlarida ishlatish kerak, buni даже bilmayman. Kerak emas sun'iy intellekt qo'shiqchilik san'atida. Sun'iy intellekt balkim shu televizorda, ekranda bo'layotgan narsalarni balkim
vagifi yoshroq qilib beradimi, boshqa qilib beradimi, kichkinaligini ko'rsatib beradimi? Shu narsalarda klip sizlarni televideniyada ishlatish menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Bizani qo'shiqchilik san'atida sal hali biz o'rganganimiz yo'q anaqa ishlatish. Vagif hozir mana hozir ham ijod qilib turibsiz. Hozir 2010-yildan buyog'iga yoshlar bilan ishlash, oldingi ishlar bilan o'rtasida qanaqa bir farq bor? Hozirgi ijod misol uchun mana Kompyuter kelishi bilan estrada sekin yomonlashdi. Kompyuter kelishi bilan emas, shu kompyuterdagi biza ishlatadigan programmani ichida juda ham nima deydi, oldin bitta ashulani boshidan oxirigacha aytish kerak edi. Hozir kopirovat qilinadi. Shuning uchun osonroq bo'ldi. Qo'shiqchilar tayyorlanmasdan keladi. Bu studiyada yozadi-yu. Toza etolmaydi. Hozir hech kim toza etolmayapti. Toza etolmayapti. Kompyuter bilan Autotune degan narsa bor, o'sha narsa to'g'irlab boryapti. Sahnada ham xuddi shu narsa. Bundoq bo'lsangiz, bo'ldi to'g'ri chiqaveradi ovoz. Kompyuter. Vagif mana bitta savolda, mana 90-yil, 2000-yillar ijod qilgansiz. Mana hozirgacha qilib kelyapsiz. Mana 90-yildan 2000-yilgacha, 2010-yilgacha yosh boshqa, 2000-yildan yoshli boshqa, to'g'rimi? Shularning orasida nima farq ko'rasiz? Компьютеризация. Раньше все музыкой занимались музыканты. Сейчас музыкой занимаются все, кто умеет пользоваться компьютером, технологиями. Вот, поэтому я думаю, что muzika. Yoshlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Mana hozirgi yoshlarimizga, qo'shuvchilarimizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'zingizni hayotiy tajribangizdan kelib chiqib, shu yoshlarga o'ta nepravильно, это неправильно, mana bu to'g'ri deb qanaqa bir maslahat bera olasiz? Я бы посоветовал меньше увлекаться технологиями и заниматься настоящей музыкой. Действительно, учиться играть на инструментах, действительно петь своим голосом, а не при помощи суна. Xalqqa aldab bo'lmaydi. Ну, пока на сегодняшний день это заметно, что это не живой исполнитель. Ну, со временем, мне кажется, эта грань сотрется. Mana shu 90-yillar, 2000-yillar, mana hozir bizning pokoleniya, to'g'rimi? O'shanda mana hozir eslab o'tdim, mana gitaralarni chalishardi, shu hali drive deydi, mana bitta gitarani o'zi 2-3 narsa bo'lardi. Pedalchilar uchala chiqib ketdi, to'g'rimi? Keyin mana argan chaladigan mana bas gitara, baraban, bir 5-6 xil asboblar bilan rostdan ishlayotgan odamni ko'rib, bu yoqdagi tomoshabin ham o'shalar bilan baravar yashaydi. Mana hozirgi kunda, mana hozir siz aytgandek, shunga bemalol mana shu yosh qo'shuvchilarimizga maslahatingizni beravering. Все сейчас есть, все супер барабаны, супер гитары, которые звучат лучше, чем вы можете вживую услышать. Все дело, все настолько захватило музыку, просто вот технологичная индустрия. Да я поэтому советую живьем заниматься, учиться. Сейчас это все намного проще, нам было сложнее. Сейчас просто молодежь это намного легче. Да, сейчас что-то уже перестали выпускать даже какие-то и инструменты, и струны. Hozir mana mustaqil bo'lganimizdan keyin hamma yoqdan Amerikadan kiradi, Dadaryo, strunalar, har xil Infinity nima xohlasangiz bor. Mana Chiromzorda, bayram studiyalarimizda, magazinlarda, mana bu yoqda sum orqasida ochilgan yana nima xohlasangiz bor. Transakustichskiy gitara deysizmi, unaqa deysizmi? Shu aytaman deb bizning paytda nimaga bo'lmagan ekan. Bizning shiyoqimiz 17 yoshligimizdagi quvvatlarimiz bor paytida shu narsalar yo'q edi-da. Shuning uchun juda ham mana bularda mana hozir hamma narsa bor, olmaydi. Ozgina pul yig'gindi, biz gitaraga bundoq qarab o'tib ketadi har doim. Qimmat ekan deb ola olmasdi, o'zimizga anaqa qila olmasdi. Tahir первое время приезжал делать песни, он накопил денег, купил в ГУМе гитару,
такой вот СССР пайтida продавали. такая Ленинградский крепкая была, только крепкие ребята могли играть. Крепкие струны были такая. Вот он после тренировки, после бокса приходил и играл. Я потом один раз взял попробовать. Я говорю, как ты играешь? Это же невозможно нажать. Ну, у него руки крепкие. Shularda Я harakat поэтому на qilardik. клавишах остался. sport bilan san'at birga yurgani ham bejiz emasda. Albatta. Tohir ijodi bilan tanishmiz. O'sha stadionlarda yugurib aytgan ashuralari, ayniqsa kuni kecha yaqinda Humo konsert zalida ham bergan qo'shiqlari to'xtovsiz odam ko'rsangiz mana masjiddan bundoq ter oqmasa ijodkorda 16 yosh yigit bilan baravar sakrab, undan ham ko'proq sakrab qo'y. hozirgilar shundoq chiqib qo'shiqni aytib maza qilib shundoq chiqib kelsa. Ha. Hozir mana hozirgi kunda mana chet ellarda mana shu estradada mana hozir jonli ijroga ular juda qattiq qarashadi. Menimcha, mana siz chet ellarda ko'p bo'lgansiz. Chet el san'atkorlar bilan fonogrammalarga ular mana bunaqa narsalarga Endi bilasizmi, fonogrammaga ko'p joylarda bu narsa bor. Bu narsani to'g'irlab, o'sha siz aytayotgan anaqalar bilan juda ham testni qilishadi. Ular texnologiyalarni shu jonli ijroga ko'proq yo'naltirishadi. Texnologiyalarni. Mana misol uchun hammasi aytadi, boshqa qiladi, lekin o'sha yonida avtotune boshqasi pedalda turadi. Chunki oson emas. Bizda nimaga bu narsa unchalik rivojlanmagan bilasizmi? Bizda asnovnom konsert emas-ku. Bizda asnovnom to'y. Birrochilik, ming yilchilik, to'g'rimi? Bitta gruppa kelgan joyga, mana misol uchun Milena Madmusayeva kelib nastroyka qildi-da, keyin bolalar keldi. Umuman boshqa ikkita разный planeta. Bu narsani boshqatdan to'g'irlash kerak. Bu vaqt. Birrochilik 20 minut vaqt berishadi. Shuning uchun fonogrammadan foydalanishga biz majburmiz. Odamlar hozir uje muzikani yaxshi chiqishini xohlayapti. Mehmonlari o'ynashini, boshqasini. Hozir mayli 4 ta 5 ta mana Jiviyon borayotganlarni ko'ryapmiz bir ikkitasini. Hech kim chiqib o'ynayotgani ham yo'q, boshqa ham qilayotgan. Ha, Jiviyon aytibdi, zo'r deyshadi. Bo'ldi. Bu narsani konsertda qilish kerak. Bu to'y hashamlarda tez-tez kelib ketadigan joyda ilishatda sun'iy intellekt turish kerak. Fleshka bilan tez mashina turib unga nastroyka. Bunaqa bunga nastroyka shunaqa bo'lish kerak. Shunga apparatura позволяет qilish kerak. Hammada apparatura позволяет qilmaydi. Mana biz misol uchun 3 ta 4 ta to'yga kuniga boradigan bo'lsak, hamma yoqda har xil apparat bo'ladi. Odamlarga tez, qulay, shinam, arzon bo'lish kerak. Shuning uchun shunaqa. Jiviyon komandani olib yuradigan bo'lsangiz, bu narsa совсем boshqa narx bo'ladi. Shu narsa taraflari ham bor. Men 92-yildami Ziyod akada ko'rgan edim. Birinchi nima deydi? Mini diskmi? Yo'q, mini disk anaqasini o'shanda ko'rdim. Keyin adezlar bilan bir to'yda ko'rishganmiz. O'shanda birinchi marta o'sha vaqtda ko'rgan edim. Ungacha mana shu vodiygami yoki vohagami to'ylarga borsa, mana shu boya pedallarni bekorga eslamayman. Shu gitarasiz turib olib bir 15 minut sozlab shu anaqa jet cho'zilib ketadi. U juda ham oson narsa emas. Tekslab olguncha endi men gitara haqida gapiryapman. Ya'ni gapimiz gap ochadi. Albatta. Hozirgi kunda Tohirjon nechta gitarangiz bor? O'zingiz yaxshi ko'rgan. 30 tacha bor. Mana san'atga sadoqat tushmadi. Bitta ikkita emas, 30 ta. Bu narsani o'zini spetsifik zvuki bor. Misol uchun Fenderni boshqacha zvuki, Gibsonni boshqacha zvuki, Martinni boshqacha zvuki bor. Акустический, электрический, har xil. Struna, nilon, struna, metal, har Har xil xil bo'ladi. Shuning uchun bir 30 tacha bo'ldi. Shu Ziyod akam har doim qaysidir gitarasini olsa, o'zinikiga o'xshagan, o'sha yerdan bittasini Ziyod akamdan men обязательно sotib olaman. Chunki gitarani ham magazindan gitarist sotib olish kerak. Uni grifiga qaraydi, paladam qaraydi, stroid qilyaptimi yo'qmi, shuning uchun meni gitaralarim hammasini Ziyod Eshonxo'jayev Amerikadan sotib olgan. Keyin men uni
rasmiylashtirilganmiz. Bir paytlar orzu bo'lgan edi bu narsalar. Albatta. Bitta gitarani o'zini ko'rib, Qanaqa chalgisi keladi odam. Mana hozir bor chalmaymiz ham. Hozir bor chalmaymiz. Ish ko'p. Boshqa har xil hammani. Guma ish ko'p. gitarasi zo'r edi. Hozir vakil konsertga tayyorgarlik. Mana shu tayyorgarlik boshlanib bo'lgan Albatta bu narsani biz oldingi yil boshlaganmiz. konsert. Ha. Hozir nima yangilik kutyapti tomoshabinlarni? Remixlar bo'ladi. Shu boyiga Живое исполнениеda remix bo'ladi. Eski hitlari boshqa aranjirovkada remix bo'ladi. bevosita o'zingiz sahnada turib, hammasini boshqarib. Endi men Shu Vagif hurmat qilgan san'atkorlar kelib aytadi, bir yaxshi gaplarini gapiradi. Endi tug'ilgan kunida nima deydi? Yaxshi shu qo'shiqlarini bir ikkitasini Men ham bir aytib, ikkita ashula aytaman. odamlarni Bir xushnud ikkita qilib ketishadi. duetlar bo'ladi. Qiziq bo'ladi. endi hozir hamma Kelinglar. kartalarni Ha, ochmaymiz. o'sha yerga borishsa, ko'rishsa yaxshi konsertda bo'ladi. qatnashganlar Hozir hamma narsani intriga qilamiz, lekin juda surprizlar ko'p bo'ladi menimcha. Ko'p bo'ladi. Bu masalada omad Rahmat. Xudo xolasa. tomoshabinlar 20-fevral kuni albatta kim yoshlikka qaytmoqchi bo'lsa, agar yoshlarimiz kim kelajakka bormoqchi bo'lsa, hammalarini taklif qilamiz. Vagif Zokirovni chiroyli bir yubiley konsertiga. Vagif 50 ga kirdingni tavba qildim. Yosh bola edi yaqinda. Vaqt o'tishini qaraydi. endi bir oralida bir qiziq voqealar ko'p bo'lgandir. Mana ishda bahslashib ham turasizlar. Har doim shokolad yeb o'tirmasanglar kerak. Bahslashib ham turasizlar. Hech urushib qolgan paytinglar bo'lganmi? Rasa ko'p. Vaqt gaplashmang. Yo, unaqa bo'lmagan u. Vagif endi muzikant bo'lgani uchun mana shu nima deydi? Oddiy bir spravkasini ham to'g'rila olmaydigan bola. Shu uyi bo'yicha tokdan kelishadi, bu bilmaydi, qayerga to'lashni bilmaydi, uni bilmaydi. Bir xillarida shu taraflarini ham bir bolaga yetib, borib to'lab kelishlarini qilib, shu qog'ozvozchiligiga, byurokratizmga umuman yo'q bola. Shu bilmaydi, shu san'atda faqat. Men qayerdan bilaman deydi, bu suvni qayerdan to'laydi, gazni qayerdan to'laydi, unisini qayerdan to'laydi deydi. Shunaqa bo'lgan. Bir kun uyiga borsa yozib ketishibdi. Yaqinda опечатать qilamiz, gazgami, tokkami to'lamabsan, boshqa qilmabsan deydi. Bittasi kepti kelgan. O'sha to'nkini o'chiraman desa bu janjallashgan, boshqa qilgan. Keyin ana qilib etib, boshqa qilib endi kulgili narsalar juda ham ko'p bo'lgan-ku. Bir kun Vagif bilan do'stimiznikiga bordik. Anaqadagi Oq masjid bor-ku. Malika anaqasida. Shunda uni ayol telefon qildi, bular rus tilida gaplashishadi. Alo, Vagif, ты где? Я вот у друга у себя. Где это? Где? Это вот где белая мечеть. А что вы там делаете? Как что делаем? Молимся. Lekin yumorda yomon kuldirishni olib boradi. Stand up, konkretniy comedy club hammasi mana shunda. Ha, hamma anaqalari shunda. Lekin qog'ozbozchilikni umuman bilmaydi. Mana shuning uchun hozir to'g'riga qanaqa qilish kerak buni, nech pul qilish kerak. Men endi ko'p konsertlar qilganman-da. Shu yerda ham endi qarash kerak-da, o'sha taraflarini. Bitta tarafini bizda qilsa, bu yoq taraflarini bu qiladi. Alisher do'stim, mana biz har doim tarixga qaytamiz, mana bizani davrimizda ham fidokor insonlar bor ekan. Mana hozir men Tohir jigarni mana ancha gaplashdi, hazil-huzul o'tmishni esladi. Faqat san'at bilan. Mana даже ali suvga pul to'lash, gaz bu narsaga miyada joy yo'q. Faqat san'at, musiqa. Men faxrlanib ketaman shunday insonlar bilan bir zamonda yashayotganimga. Bu hazil emas, bir chiroyli gap emas. Bunaqa insonlar ekan, mana shunaqa fidoyikor insonlarni har doim qo'llab-quvvatlab, mana atroflarda mana shunaqa do'stlari boriga. Ha, yana bitta narsani aytish esimdan chiqib qolibdi. Yangi yildan oldin Vagif keldi. Shu konsert qilish anaqasini 50 yoshligiga konsert qilmoqchi. Qayerda qilasan desam, fizkulturniy zal. Maktabda fizkulturniy zalida qilaman deydi Vagif. San dedim, shunaqa sulolani представители bo'lib turib, Zokirovlar sulolasini bir vakili bo'lib turib,
qanaqa qilibsan dedim, maktab fizkulturniy zalida qilasan dedim. Shuning uchun Qayerdan kelib qoldi vagi bu ideya? Qanaqa qilib u fizkulturniy zalda yo endi juda ham anaqa nima deydi, kamtarligi Kamtarlikdan- ketgan. Men aytdim birinchidan seni chaqirgan san'atkorlaring, mayli men borarman, chunki seni 100 yildan bir taniyman, men borarman, yana bir ikkitasi kelar. Qizlar, ayol artistlar fizkulturniy zalga bormaydi vagi, ularni chaqirsang ham bir xalqlar do'stligiga chaqirish kerak deb. Shuni kulturniy zal emas. Fasuli bormi? U aktoviy zal. nechtalik joy? 500 talik. Yo'q, aldayapsan. Fizkulturniy zalda qilmoqchi bo'lgan bu. Hozir sizlar yodinglarda Bo'lgan, Yo shunaqa ko'rindi. Bratanga. Fizkulturniy emas, aktoviy zal, просто universitet ichida. endi vagi menimcha bu ixchamgina kamtarona 50 yosh o'tkazib yuboraman deb o'ylaganlar menimcha, lekin 50 yosh bu yarim asr degani. bu narsa endi buni qilgan hayotidagi qilgan ishlariga, estradaga qo'shgan hissasiga bu 500 talik joy menimcha sal anaqa Boya ro'y. bekorga gapirib o'tmayapsiz-da, hali kamtar, yumorga usta. Bu yerdachi hozir agar bundoq qarasangiz bir katta falsafa yotibdi-da. Bir kichkinagina fizkulturniy zal 500 kishilik deganni o'ziga u Tohir davay drujba deb beramiz yoki Moskvaga boramiz yoki Amerikaga boramiz desa, o'rtacha tepa eshib ketmadimi degan savolni teskarisi sal pastdan olib chiqqanda keyin bu yoqda sizlardan fikr chiqqan. Shunda urg'i sep. Vagi. Biladi. Joyi ko'rishi. Vagif, hech xayolingizga shu O'zbekistondan boshqa yoqqa o'tib ketsam, boshqacha bo'lardi degan fikrlar kelganmi yo'qmi? Hech qachon kelmadi. Chunki yana men Tohirga qaytaman. Tohir bergan intervyusida men Amerikaga borganman, bu yoqqa borganman, lekin hech xayolimda u yerda qolish degan narsa bo'lmagan. Umuman degan Biza chig'atoyni yaxshi ko'ramiz, shashliklarni, oshlarni yaxshi ko'ramiz. mana shu haqida gaplashaylik. Ovqatlarni yaxshi ko'ramiz. U yoqda yo'q, mana yaqinda Yevropadan keldim. To'g'risini aytsam, juda ham sal sirazi bir haftadan keyin uyni tomi ko'rindi. Chunki faqat shu Chexiyaga bordik. Chexiyada endi u yoqni anaqasiga mayli men aralashmayman-u, bizaga to'g'ri kelmaydigan go'sht sotilar ekanda u yoqda. Oq qo'y sotilar ekan hamma yoqda. Juda bir qiynaldik anaqalarni borib topib, mol go'shti olguncha. Keyin u yana halol bo'lish kerak, to'kda o'ldirilgan ekan ko'p joylarida. Juda bir go'sht yeyishda yaxshi italyanskiy restoranlar bor ekan, o'sha yerda steyklar yeb, boshqa qilib shu kunimizni Shu ko'rdik. zagranitsadan kelganimizda birinchi uyga bormaymiz. Kelishi bilan Chig'atoyga boramiz, ovqatlanamiz, keyin uyga boramiz. Bu musofirchilikda yurganlar uchun qonunda mana chet davlatlarga ko'p chiqib turaman, lekin bir narsadan faxrlanaman. Mana shu mustaqil O'zbekiston yurtini farzandi bo'lganimdan. Sabab mana qayerga borsak ham bu siz bilan birga o'tirganim uchun emas. Xuddi mehmondek bo'lasiz-da. O'sha bolalar guruhi qayerga borib qolsak ham baribir qayerdandir chiqib keladi-da, turib это наш deyman. Это наш молодость deyman. Turib bir odam g'ururlanib ketadi-da. Mana shu Kiyevga borganda ham, Hindistonga borganda ham, Xitoy edi. Mana Xitoyda 14 yil yashab keldim to'g'ri. 14 yil. O'sha yerda yangi chiqqan qo'shuqlar, yangi disklar. Mana boshqa davlatlarniki hali ruscha nima deydi, Xitoy tiliga tarjima qilinib, ana endi Uyg'uriston, Shinjon bo'lgani uchun yerda faqat shu o'zbekcha ketiladi. Mana shu gapirayotgan gaplaringiz hali tomoshabinlar ham sizni gapingizni gapiradi. O'sha o'qilib o'sha jestlarni olishganda turibchi ko'chada yurib, odam faxrlanib yuradi. Mana shu Salomat bo'linglar, rahmat. o'tirib duo qilamizki, mana shu yurtda yashab, shundoq chiroyli yurtimiz bor. Tabiati go'zal. Avvalambor insonlari go'zal. Yana bo'lsa mana shu birga bizlar bilan yashayotgan mana afsonada. Mana hozir men bir narsaga ta'sirlanib ketdim, shu bitta gazni, suv bu kulishib eslayapmiz, lekin bu narsaning tagida ishiga fidokorlik. Mana shu fidokorlikning orqasidan mana shundoq do'st, aka, qadrdon. Mana 34 yil bo'ldi, o'zsizmi hali? 34 yil bo'ldi. Mana 34 yil ichida misol uchun oradan nimalar o'tgan, o'tirib hozir mana Alisher suhbatimizda vagi kam gapiryapti. Lekin hali 10 ta gapidan bitta gapiryapti mana. To'g'ridan baraka topsin. O'zi esidan chiqarib olgan narsani ham eslatib qo'yaptilar. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p,
Alisher yana bir konsertga qaytsa. Albatta. Nimalar bor? Nima yana nimalar Hozir ijod kimlar bilan ijod qilyapsiz? Sizlar. Birinchidan hozir 20-fevralga konsertga tayyorgarlik, undan keyin 1-iyunga konsertga tayyorgarlik. O'zimizni shu an'anaga aylanib qolgan bolalar kunida bolalar guruhini Humo Arenada bo'lib o'tadigan katta konsertiga tayyorgarchilik. Vagif yo'lda glavniy rollarning bittasida aniq qiladi baribir. Shu muzika bastalash, har doim shu kirib kelish, chiqib ketish, o'rtasi, gitara podarka qilish, orqasidagi bo'lgan leytmotiv deydimi, fanfari deydimi, o'shalarini hammasini yangitdan yozib, shu juda ham mas'uliyatli anaqada ishda Vagif. Har doim o'sha narsalarga qarab, konsertimiz chiroyli o'tishiga o'zining hissasini qo'shib keladi. Endi biz hozir Tohirjonning ofislaridamiz. Agar imkoni bo'lsa, Vagifni ham studiyasiga bir tashrif Bir borsanglar juda ham chiroyli bo'ladi. imkoni bo'lsa, bugunoq mana shu ko'rsatuvni o'zida bir sizni o'sha ijod qiladigan nima deydi, asboblaringiz, instrumentlaringiz, boshqalar bilan ham bir tanishish, tomoshabinlarga tanishtirish niyatlarimiz ham yo'q emas. Как раз reklama studiya, yangi studiya ochgan Vagif o'sha yerda. Nima qildik? Qani ketdik unda. Qani? Ketdik. Bo'lmasa sizga gap yo'q. Ko'rsatuvimizni nomi ham sizga gap yo'q. Bo'ldi. Demak, bundan 30 yil, 40 yil oldin gap yo'q bolalar bor. Qo'shilib o'tirib Gap Gap bo'lishi bo'lishi mumkin mumkin emas. emas. bitta harakat adashib. Ketdik. Qani? Mana bu mani studiyam bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz muxlislari, bu studiya ustozoda san'atkor Ravshan Zakirovning farzandlari Vagif Zokirovning ajoyib studiyalari, ya'ni ijodxona. Hamma yaratilgan qo'shuqlar mashqdan chiqib bo'ladi. Aziz muxlislar, ko'rsatuvimiz davom etar ekan, biz hozir Vagif bilan yana suhbatni davom ettiramiz. Vagif, bu sizni ijodxonangiz. Xo'sh, ijod hozirgi konsertga tayyorgarliklar qanday ketyapti? Yaxshi ketyapti. Juda ham oson emas narsa. Yozyapmiz, mana studiyam. Вся магия происходит в этом месте. Вот мои инструменты для работы. Вот гитара акустическая. Вот это электрическая гитара. Вот мои регалии. Sizda bir hayotda mana shu ijod qilib yurganingiz, shu kasb tashiyman. Ali asabingizga teggan vaqtda mana shunaqa hayolingiz kelganmi? Bu kasb qilmayman, boshqa kasb qilaman deb bir odamda bo'ladi-ku. Bo'ladi, lekin o'tib ketdi. Endi всю жизнь все равно я музыкой занимаюсь. Меня как бы бывает, когда нет вдохновения, какие-то идеи не приходят. Думаешь, все, надо отдохнуть, куда-нибудь уехать в другую страну, там сменить климат, вернуться, ну, все равно заниматься. Это моя работа, мое любимое дело. Творческое дело никогда не покидает, да? Нет, не изменяю Самый творчество. такой был. Mana ham hayotimda shunaqa narsa bo'lganki, san'atdan bo'ldi, tashadim, san'atdan ishlamayman deb yo baribir nima deydim, yurak qo'ymas ekan. Все Xayolda равно. faqat shu san'at. Shunga so'rayapman, shunaqa ощущениyalar o'tganmisiz ham deb. Есть же пословица, вот лошадь, к которому дереву привязана, она все равно к нему вернется. Aylanib O'z hozirini qozig'ini topadi topadi degan maqol bor o'zimizda.
ijod ijod tilaymiz. Xo'sh, hozirgi kunda ko'proq kimlar bilan ijod qilyapsiz? Hozir shu konsert uchun hamma eski, yana bir ikkita yangi proyektlarim bor. O'sha konsert bilan ishlayapmiz, remixlar yozyapmiz. Mana bu yerda hamma instrumentlarni muzikantlar keladi. Mana bu yerda mikrofonli xonada ovozlarni yozamiz. Ozgina tarixga qaytsak-da, Ruslan Sharipov ham boya eslab o'tdik. Hozir ulardan o'sha san'atlarini davom ettiruvchisimiz siz yo siz umuman boshqa yo'nalishdamisiz? Ну, man o'ylayman, что я продолжаю все-таки, потому что направление Руслан больше увлекался такой поп-музыкой, которая всем нравится. Мне нравятся другие направления тоже, но то направление, которое задавал Руслан, я его, конечно же, продолжаю. Да. Hozirgi qo'shuvchilarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Чтобы искали себя, пусть экспериментируют побольше. Сейчас, bilasiz, hamma telefonda kartinka bo'lmasa eshitmaydi ham muzikani. To'g'rimi? Oddiy fotografiya bo'lsa, даже eshitmaydi. Klipi bo'lsa, qani 15 sekund ko'radi, bo'ldi. Shu bilan. Поэтому мы музыку слушали как музыку. Мы слушали, какие там слова, где куплет, где припев. Нам не важна была картинка. Поэтому маслахатам пусть слушают побольше хорошей музыки, классической, живой, настоящей музыки. Maslahatim shu. O'shanda nimadir uyg'onishi mumkin degan maslahat. Chunki hozir endi butun O'zbekistonimizda hamma sharoitlar bor. Boya Tohir bilan gaplashganimizda ham hamma instrumentlarni olib kelsa bo'ladi, chalsa bo'ladi. Nima deydi, ijod qilishga hamma imkoniyatlar bor-da. Mana musiqiy maktablarimiz, Giler deymizmi, Uspenskiy deymizmi, hammasi juda ko'p. Respublika bo'yicha juda ko'p musiqiy maktablar bor. Albatta shu musiqiy maktablarda har xil shu asboblarda chalishni o'rgatishadi, boshqa qilishadi. Lekin nimagadir bizani hozir ko'p yoshlarimiz ko'proq shu kompyuter, boshqa narsalarga chalib qolishdi. Buni menimcha umri qisqa bo'lsa kerak. Kompyuterda yoki o'sha sun'iy intellektda gaplashganimizdek yaratilgan asarlarni umri juda qisqa. Chunki o'sha Chopin deymiz, o'sha nima deydi, mayli uzoqqa bormaylik, Yallani olsak misol uchun, Yallani qo'shiqlari mana juda ko'p yillardan beri davom etib ketyapti. Ruslan Sharipov yaratgan asarlar yoki o'sha bastalagan musiqalar. Mana o'zingiz yaratgan qo'shuqlar, mana hozir 20 yil, 30 yil oldin o'sha guruhlarga oddiy xayr shamollagan edi. Voy, ovozimni yo'q, qanaqa qilib oldin studiya zaraneye zakaz qilardi-da. Studiya ham 1 soatda qimmat edi-da. Dedi, voy, men aytolmayman, Vagif, nima qilamiz? Bo'ldi, hamma уже aytib bo'lishdi. Mana hamma sito уже gitara ham yozdi, hamma narsasini yozdi. San qol. O'sha yerda bitta Latish Batalauskas degan bas edi, solniy. Bir marta konsert berishimiz kerak edi. Anaqada kostyolda. U solist xor edi. O'shani ko'rdim. U ozgina qaynatib, bu shamollagan kelgan. Voy, qanaqa qilib aytasan? Xotirona ko'rasan. Chunki o'shanga qilsa, rostdan yaxshi ishlayapti. Xo'p, Alisher, mana san'atkorlar bilan o'tirganda, misol uchun askachilar bilan o'tirganda aska eshitkim keladi. Mana musiqachilar bilan o'tirganda mana chiroyli gitaralar turibdi. Hamda kompyuterlar turibdi. Shu biror bir narsa, Vagif, o'z bir narsa ijro etib, jonli tomoshabinlarimiz ham hozirgi kunda jonli instrument bor, jonli ovoz bor deb bir isbot tariqasida bir narsa chalib, bir chiroyli bir
bir shingil hikoya qilib bersangiz nima deysiz? Ha, Bo'ldi, bo'ldi. bo'ldi. Mana shundanmi? Bo'ldi. Allamagin meni, allama. Har bir gapingda yolg'on to'la. Sen sevgimga qilmanding vafo. Senga ishonmayman men aslo. Men nomimga seni sevmay gapingga ishonay. Jim jim bo'lajam, aldamagin jonim. Bu yolg'on so'zlaringdan men charchadim. Jim jim bo'lajam, aldamagin aslo. Oqibatni hatto o'ylagin jonim. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bargam jonli ijro jonli edi. O'sha kuni 20-da albatta bu jonli ijrolardan ham maza qilib eshitamiz. Shu ashulani ham aytaman. Xudo xolasa. Endi Vagif yomon ko'rgan narsangiz haqida gaplashaylik. Nimani yomon ko'rasiz? İnsanlarning qaysi yomon xislatlari sizga ta'siri bo'ladi? Predatel bo'lsa odam. Sotqinlik. Shu allohchi bo'lsa, mana aytdim hozir. Qo'shuvda ham mazmunida shu chiqdi. Aldoqchilik, sotqinlik bu eng yomon insonlarning Predatel. xislati sizga yoqmaydi. Bo'lganmi sizni shu sotqinlik qilib sizga qanaqadir sizni ishonchingizni oqlamagan odamlar bo'lgani hayotingizda? Конечно. Hammada bo'ladi-yu. Shunaqa odamlar. Shunaqa vaziyatda qanaqa chiqib ketgansiz? Unutib olganmisiz yoki kechirganmisiz yoki umuman kechirmaganmisiz bu insonni? Yo'q, kechirganman endi. Богом судья. Но это просто опыт жизненный. Я для себя просто увидел, где я ошибся. O'sha insonni do'st deb bilgansiz. Я простить не могу, я потом не буду общаться с этим человеком. Если он меня предает, если за спиной g'iybatlik qilsa, все. Demak kechirmas ekansiz. Yo'q, kechirmayman. Yolg'on. Yo'q. Eng yaqin do'stingiz haqida. Familiya aytaymi? Mayli, aytishingiz ham mumkin, aytmasligingiz ham mumkin. Chunki Men shuni hozir ekran hamma qarshisida biladi. ko'rib o'tirishibdi tomoshabinlar. Eng yaqin shu do'stingiz yoki do'stlaringiz haqida. Eng yaqinim bitta do'stim shu Tohir bo'ladi. Buni Остальные проверку не прошли. hozirgi Ну, не все, конечно. Но eng yaqinim men uchun masalan bilmadim. Tohir shunaqami yo'qmi? Men uchun Tohir. Mana hozir Tohirni ham ofisda ko'rdik, ancha suhbatlarda ham bildik. Ancha yildan beri do'st ekansizlar, o'sha ko'rishgan kundan beri. Boya o'sha savolni aytib o'tgandim. Qarang, mana hozir Alisher sizga, mana biz ham Alisher bilan birga o'qiganmiz. Do'stmiz. Agar urushib qolsak, ijod tarafdan. Bukvani bir 20 minut. Yo men o'zim qidirib qolaman, yo o'zi qidirib qoladi. Mana shu ijod tarafdan urushganingizda eng ko'p xafa bo'lib yurgan vaqt qancha bo'lgan? Ну, творческих конфликтов у нас наоборот. В творчестве у нас никогда проблем нету. Мы можем там, характер у Тахира там не сладкий, ну, у меня тоже. А по творчеству мы всегда компромисslarini topamiz. Всегда. Мы дополняем друг друга. O'shaning uchun мы дружим, потому что мы сошлись интересами. Вот сколько, как вот с первого раза познакомились, нам стало интересно общаться друг с другом. У нас общие интересы в музыке были. Где-то я ему что-то рассказывал, где-то он. Потом он мне очень помог в том, чтобы я начал говорить на узбекском языке. Поэтому man sразу aytdim, ozgina qiynalyapman o'zbek tilida gapirishga. O'shaning uchun, ладно, ничего, по-русски говорю. Вот я
научился узбекскому языку. У меня мама русская, и мы дома на русском разговаривали. Рус мектепте o'qiganman, меня не научили. Поэтому мне приходилось выкручиваться, и Тахир мне помогал выучить. То есть вот эти базовые какие-то вещи, чтобы я просто мог понимать, чтобы я мог общаться, это мне очень Тахир помогал. Там, где он в чем-то был слабым, где-то как-то расположение аккорда какого-то не знал, он всегда показывает, он говорит, посмотри, нам-то здесь я могу подсказать. Doimo bir-birligini ko'rib turishgan bu. Да, это как бы нас и объединило. Ko'z tegmasin, do'stligingizdagi ko'z tegmasin, umrbod umringlarni oxirigacha mana shunaqa do'st bo'lib yurishinglarni tilab qolamiz. Albatta tomoshabinlar ko'rib turishibdi va bu gaplarni o'zi chin yurakdan gapirdi. Shuning uchun omad ishlaringizga, ijodingizda davom etaversin. Xudo xolasa Tohir Sodiqovni ham 1-iyunda har yili an'ana bo'lib qolgan chiroyli konserti Humo arenasida bo'lib o'tadi. Albatta u yerda ham menimcha bosh rollarda siz bo'lsangiz kerak. Все, что касается музыкальной части, это все, этим всем буду заниматься я, конечно. Вы на нашу дружбу, зрители на нашу дружбу могут смотреть по той музыке, которую мы делаем. По ней судить нашу дружбу можно. O'shanga qarab baho berishligi mumkin. O'sha aytilayotgan, yaratilgan musiqiy asarlar yillar davomida hali ham o'sha shlager trend darajasidan tushmagan musiqalarni eshitib, bu yerda Vagifni ham, Tohirni ham juda katta hissasi Да, это наша общая заслуга. У меня мама, она тоже музыкант. Я учился в училище имени Хамзы у тех же учителей, которые преподавали моей маме. Вот. И мама тоже училась на хоровом дирижировании. Это когда хором дирижируют. Отдельно есть такая профессия. Вот. И родители меня как бы к музыке никак не располагали, не заставляли меня этим заниматься. Это все у вас в крови. Это, ну, в крови это есть, наверное, само собой, да. А мне в детстве я смотрел фильм, назывался «Визит к Минотавру», если сдобуся. Шакуров снимался, такой детектив был, и там украли скрипку Страдивари, Ушан Торс кино. Вот в этом фильме показывали, как Страдивари делает эти скрипки, и там показывали, как люди играют на этой скрипке, и мне почему-то очень захотелось научиться играть на скрипке, когда я был маленький. И я сам попросился. Я сам попросил родителей. Я говорю, я хочу. Они когда у меня спрашивали, а что,
чем бы ты хотел заниматься в будущем, там, космонавтом хочешь. Я почему-то хотел стать водителем метро и хотел научиться играть на скрипке. Все, они меня отдали на скрипку. Я учился в частной школе. Тогда, вот где Максим Горького, там была школа музыкальная. В 5 лет меня отдали. Да я не знаю, я в детстве, ну, немножко развитый рой, чуть-чуть пораньше начал развиваться, чем другие. Мне все хотелось заниматься. И спортом я занимался, и на футбол ходил, и теннис настольный ходил, и музыкой потом пошел заниматься. Все хотелось. То есть музыкой заниматься было мое решение. Меня никто не заставил. Вот. Поэтому потом, когда я уже музыкальную школу заканчивал, уже стоял вопрос, что я буду делать дальше. Вот. Я буквально 1,5 года отдохнул, собрался силами, понял, что надо двигаться вперед. Вот. Шубеланд тоже родителей попросил, потому что я знаю, что мама там же училась, и я увлекался группой Beatles. Мне очень нравилось, как они раскладывают голоса. Они вот пели на 4 голоса, да, мне очень нравилось. У меня к родителям друзья, когда приходили, они сидели, играли на гитаре, они пели Beatles, мне очень нравилось. Вот. И поэтому я захотел пойти именно туда, где я буду заниматься тем, что буду заниматься разложением голосов и тем, что я буду этим управлять. Мне это было интересно. Мама училась на том же факультете, вот, поэтому я туда, слава богу, поступил. Oilaviy muhit olib kirgan ekanda. U ham keyin bular tanlagan yo'nalish juda qiyin. Ko'plar o'ylaydiki, xo'rni boshqarish juda oson deb o'ylaydi, lekin menimcha eng qiyin kasblardan biri. Да, там нету палочки, как в оркестре, там все дирижируется руками, там все нужно показывать, как кому, когда дыхание взять. Все это, сложная, но довольно интересная профессия. Beatlesga qiziqqansiz, Beatlesni o'sha paytdan eshitishni boshlagansiz. Yana kimlar? Очень мне нравился Стиви Вандер, и по сей день нравится Стиви Вандер. Вы знаете, он слепой чернокожий дядька, который очень хорошо про себя один раз пошутил, когда ему вопрос задали, а вы как вот вы не зрячий, вы не видите, как вы с этим живете? Он говорит, вы знаете, я с этим свыкся, хуже было бы, если бы я был черный. Тогда как бы у меня подростковый вот период такой переходный, я себя искал в том, чем я буду заниматься дальше. Я потому что, да, это мне все дирижирование нравилось, вот, а аранжировками заниматься, я видел, что у папы какие-то составы, тогда появились только вот первые машинки вот электронные, которые программировались, чтобы включали барабаны, и уже под эти барабаны все остальные музыканты играли, это считалось очень круто. Мне это интересно было, хотя я учился на всех инструментах играть, мне на всех было интересно, но больше всего мне бас-гитара нравится. Вот. И у меня был один сокурсник, Игорь Тян такой, был мальчик, он на год меня был младше, на курс младше учился. Вот. И он как-то... Его отец, кстати, когда-то работал у моего папы клавишником. Вот. И так получилось, что мы вместе учимся.
И в какой-то момент он мне говорит, он увидел, что я все время за пианино сижу, что-то когда переменно играю какие-то там Стиви Вандера, Битлз. И ему нравилось, да, и в какой-то момент он подошел, он говорит, ты знаешь, вот сейчас появились инструменты вот такие, в которые можно закладывать аранжировки. Sintezatorlar paydo bo'layotgan. Да, только вот появились, где можно было прописывать на 8 дорожек, на разных. То есть аранжировку вы сами делаете, не целый состав, не куча народу, а вы один можете за 8 человек все это сделать. Judayam qiziqdi. Он мне предложил сделать аранжировку и денег заработать на этом. Он говорит, вот есть возможность вот столько заработать. Давай, ты же классно играешь, давай попробуем. Давай попробуем, да. И когда мы начали делать, я уже твердо решил, что вот это самое то, что я хочу. Что это, потому что... Это мое. Да, я потом все время капал папе, чтобы он мне купил такие. Они очень дорого стоили, эти клавиши на тот момент. Как квартира стоили эти клавиши, поэтому я папу очень долго просил, но в один прекрасный день папа сказал, ты прям вот этим хочешь заниматься, да? Точно. Я хочу точно заниматься. Немножко подождал, папа говорит, чуть-чуть мне время дай, я сейчас подкоплю денег, я тебе обереман дегенда. И он купил, и все, и я с головой ушел. И потом, вот этот же Игорь Тян, он мне позвонил. Он кто по национальности? Он как, да, Тян? Кореец? Понятно. Tushundim. Он мне позвонил, и мы уже закончили, по-моему, Хамзу. И он мне говорит, звонит и говорит, ты знаешь, у тебя этот родственник есть, твоей сестры двоюродный муж есть. У тебя Наргиза же сестра есть? Я говорю, да, есть. Он говорит, и у нее муж есть, Руслан Шарипов. Знаешь такое? Я говорю, ну, да я видел на свадьбе. Кто он, что он, не знаю. Он самаркандский парень, он приехал в Ташкент, там, я просто не знал этих. Вот. И он говорит, он пишет альбом для каких-то ребят, ему нужны клавиши, чтобы ты запрограммировал. Можешь сделать это, вот столько-то он тебе заплатит. Давай, да. И приехал Руслан, мы познакомились, все, с ним написали 2 песни ему самому. Qaysi qo'shiqlar edi o'sha? Eslolsangiz agar birinchi Ruslan aka bilan ishlagan paytlaringizda. У него была песня, называлась «Учуп кетаман». Он еще всегда на концертах подчеркивал, что, то есть, не «Хоть когянна», а «Учуп кетаман». Да. Вот. И у него была арабская, тоже классная такая песенка. Я не помню, как она называлась. Там был проигрыш, где он на-на-на-на-на, такая песенка. В те времена много такой музыки было популярной, где без слов, где просто кричалки такие всякие были. 2 песни с Русланом сделали ему. Понравился? Все. Да, а у него выхода не было. Такие понятно. клавиши были только у меня и у Юлдуз Усмановой. И все. Я работал, программировал. И вот с Тахиром мы так познакомились. Тахир Руслан привез. И мы когда познакомились, да я программировал. Для Тахира вот эти «Он алейка», «Неге сен келдин», вот самые первые вот эти песни, они были вот на том инструменте сделаны. Вот. И Тахир приезжал такой со спортивной сумкой, не курил, не пил. Ну, это
Не нужно было договорить. Я ничего, нормально, что там. Только спортом занимался. Спортсмен такой крепкий приехал, руки длинные у него такие были. Пришел и Руслану объясняет, как он песню он маленький, он говорит, ты смотрел там в этом в Аладдине, в фильме, там такие играют эти инструменты, как у Ушанна Хабер, и глаза вот так горят, вот такие. И мне очень понравился, да, он. Я думаю, вот прикольный чувак. И вот с этого тихо-тихо начали с ним дружить. Начали что-то, да я какие-то песни смотрю у него, да я говорю, может вот так сыграем, или вот так сыграем. Руслан-то так часто не мог приезжать, Тахир без проблем быстренько приезжал. Вот, и что-то мы уже начали делать там сами, там Руслан приезжал, корректировал, я вот только в начале, да, своего вот аранжировочного, так сказать, пути был. Походу я себе тоже песенки уже на свой вкус делал свои песни. Все, и вот так тихо-тихо я в музыку, ну, начал набираться опытом, начал уже к музыке относиться. Я не учился на аранжировщика, я не клавишник, я скрипач там. Когда играю, мне удобно в одной тональности. Сейчас хорошо появились эти штучки, можно только в одном расположении аккорды брать. В этом удобство. Вот, я потом начал потихоньку писать, потихоньку влился в это русло. Sizni birinchi eshituvchi nima deydi, tinglovchilaringiz albatta Ro'shan akam bo'lgan bo'lsa kerak. Hech maslahatlashganmisiz Ro'shan akam bilan ota sifatida emas, ijodkor sifatida? Ular ham biron bir maslahatlarni berganmilar yoki umuman sizni ishingizga aralashmaganlarmi? Ну, папа, он подсказывал, он никогда не навязывал ничего. Папа, он сам в поисках всегда, ему это интересно, он разносторонний очень человек. Поэтому он никогда не навязывал, он просто смотрел, чем я увлекаюсь, что я делаю. Он подсказывал мне, например, когда я начинал делать аранжировки, он вот давал мне там советы, что этот инструмент невыразительно там звучит. Это ты такую аранжировку не делай, ты представь, что это люди играют. Ты зачем столько всего туда засунул? Не нужно. Потом Рустам Ильясов, ялинский аранжировщик, он мне тоже сказал, ты пойми, в музыке все должно быть просто, должна быть хлеб-соль, все, не нужно туда ничего лишнего пихать. Вот, ну, папа, конечно, папа, есть, на самом деле, самый близкий мой друг это папа, потому что папа всегда понимает, даже если не понимает, хочет понять. В чем дело, никогда не говорил мне, ты дурак, поэтому вот так. Нет, он пытался понять, почему у меня вот такое настроение или такое. Да, и он всегда старался мне привить вкус ко всему хорошему, вот к музыке хорошей. Даже я когда курить начал, он мне сказал, не кури дешевые сигареты, если ты куришь. Он увидел случайно. Он говорит, ты что, голубый купола куришь, дурак, что ли? Нет. Вот. И папа, он, конечно, папа это уникальнейший человек. Это папа моя звезда. Shuning aytadi-yu, har qadamda, har yo'lda otani ortidan farzand boradi. Otani eng yaqin farzandi, eng yaqin do'sti ota deb bejiz aytilmaydi.
Это самый близкий друг, это папа. Понятно. Самый близкий друг это папа, да. Мама. Ну, да, мама. Одним словом, мама это мама. Мама это да, мама, мама меня била. Смычком от скрипки била, когда я не те пальцы брал на скрипке. Вообще самое трудное. Это трудно, да. Там же нету ладов, как на гитаре. Да, Нужно вот. точно знать, куда поставить палец, чтобы звучала нужная нота. Siz boya skripkani tanladim deganingizda men hayron bo'lib qoldim. Chunki u yerda yo'q-da, bo'lingan mana gitaraga o'xshab notalarni faqat sluhga ishlanadi hamda qo'llarni shu yurishiga qarab turib. Eng qiyin asboblardan biri. Skripkani chalgan odam hamma narsa chaladi degan gap bor-ku. Да, Xalq orasida oddiy скрипка hisob. очень хорошо развивает слух. Если у человека есть слух, он чувствует, куда нажать. Он даже не смотрит, куда нажимает, он чувствует, куда нажать, чтобы звучала та нота, которая должна быть. Поэтому я, когда на студии, мне очень помогает в работе то, что я слышу любые недочеты. Хотя сейчас можно, конечно, вот благодаря технике подравнять все, но кто фальшиво поет, это, да, мне сразу ясно. Eng mehribon insoningiz, onangizda eng yaqin qadrdon do'stingiz desak ham bo'ladi. Bu Ro'shan akam, lekin tengdosh sifatida eng yaqin do'stingiz bu Tohir. Да. Hop, Vagif yana bitta savol. Farzandlaringiz san'at yo'lini tanlasa qarshilik ko'rsatasizmi yo'qmi? Yo'q. Если мои дети выберут ту профессию, которой они хотят быть, я думаю, я буду поступать так же, как мой отец. Не буду заставлять. Если хочет, пусть пробует. Я не строгий отец. Я добрый отец. Farzandlarni o'ziga qo'yib berasiz. Yo'lini o'zingni topdim. Maslahat berasiz. Maslahat beraman. Я только буду помогать. Nima kerak bo'lsa, чем хочешь заниматься, вот этим хорошо. И буду только содействовать его желаниям. Bu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Ota tomonidan farzandini o'z kasbini o'zi egalash. Chunki Ro'shan akam Vagifga qanday yordam bergan bo'lsalar, Vagif ham farzandlariga. Har bir ota, ona o'z farzandi uchun menimcha jonini ham berishga tayyor. Ko'z tegmasin, doimo shunaqa samimiy, kamtar, ijodkor bo'lib yuravering deymiz. Ishlaringizga omad. Rahmat. Sog' bo'ling. Alisher, mana shu gapdan chiqqan mana shuncha Vagif bilan suhbat qildik. Men o'zim uchun Vagif kashfiyot qildim. Nimaki bular bizni yoshligimizda, yoshimiz ham mana 3-4 yoshdan beri bo'lgan taqdirda ham shu yoshligimizda qo'shuvlarni, o'sha musiqalarni, shu davrimizni surib, har bir davr o'zini qo'shig'i bor deydi-ku. Mana bugungi kunda mana o'tirib suhbatlashyapmiz. Sizlarga katta rahmat. Nima deydi? Sizga gap yo'q. Lux TVda yana bir ko'rishguncha deb qolamiz. Nima deysiz Alisher? Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Vagif Zokirov edi. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir bor eslatib o'tamiz. 20-fevral kuni Xalqlar do'stligi saroyiga marhamat qiling. Vagif Zokirovning chiroyli konsertlaridan maza qilib keting. Marhamat bo'linglar. Всех приглашаю 20 февраля на творческий вечер Вагифа Закирова в Дружбу народов.